Qo'yinglar endi, tualetda ham 5000 so'm berayotganlar, gapirayotganlar. 5000, 10 ming so'm berib kirsanglar nima, biron joylar yeyilib qoladimi? Bo'lmasa mana shu gapirayotganlar, biron joyga tualet qilib qo'yinglar o'zinglar tekin qilib. Faqat ertaman kechgacha qarab o'tiringlar. Tozalik uchun berilyapti. U yerda u hojatxonada qani bir tekinga u birontasi suv olib kelib qo'yibdimi u yerga yoki kimdir asha pulli deyotgan joyga bironta ariston qo'yib qo'yibdimi? Bitta ko'ra ham ko'tarib olib borib qo'ymaysizlar-ku. 5000, 10 ming qimmat bo'lib ketdi. 5000, 10 ming so'm chiqmaydimi? Qo'ysanglar-chi. Bersanglar bersizlarda nimasi yomon buni? Nimasi yomon? 5000, 10 ming so'm juda katta pulmi? Shunaqa shu chiqib ommaga gapiradigan narsa mana shu ham. 5000 so'm. Hozir Telegram kanalda ko'rdim. 5000 so'm deb reaksiya qoldirgan mana stiker katta ko'zi ochilgan 5000. Qanaqa holat bu? Nimasi yomon deb tushuntirib beradigan odam yo'q. Endi 5000, 10 ming deyiladi, 100 ming deyilmayapti, 200 ming deyilmayapti-yu. Razashi qimmat deyotganlar biron joyga tualet quringlar o'zinglar, tualet qurib turib tekin qilib qo'yinglar. Bitta farrosh qo'yinglar ashakka. Tekin qilib turib farroshda oyligini chiqarib beringlar o'zinglar. Mana ko'chalarda kirishsin tahorat olganda masjidni bir chekkasiga qilinglar bo'lmasam o'zinglar. Masjidlarning yoniga tekin tahoratxona savob bo'ladi mana. Bo'ladimi shunaqa qilsanglar? Bo'lmasam bu imенно ash pulli deyotgan joyga bitta doim kiradigan bo'lsa, bitta ariston ko'tarib olib boring, savob uchun mana deng. Ariston ko'tarib olib borganingiz uchun umrbod sizga tekin qilib beradi. Qo'lingizdan keladimi shu gapirayotganlar, qo'lingizdan keladimi? Bitta ariston olib borib $100 ga mashina qo'yinglar, meni hisobimdan mashaka savob bo'ladi. Deyin ashakka qabul qilib oladigan odam bo'ldi, sizga mashina tekin umringiz oxirigacha deydi. Bormi shunaqa mard odam? 5000, 10 ming deb gapirib qo'yinglar endi, unaqa emasda. Ashi ham mavzumi endi, omma gap chiqadigan mavzu mana shu ham.